Oqshu. Appalachi so'qmog'i. O'rmon sendan ham qadimiy, seni ma'budingdan ham qadimiy. Hurmat ko'rsat, aks holda unutilasan. Qadimgi Appalachi maqoli. Hikoya qiz bola nomidan o'qiladi. Yozda kollejga kirishdan oldin men Appalachi yo'lining bir qismini bosib o'tishga qaror qildim. Buni ko'p yillar davomida rejalashtirgandim. Shahar yaqinidagi o'rmonlarda har kuni sayr qilish, palatkali mustaqil sayohatlar, jihozlarni yig'ish. Otamga bu rejamni aytganimda u men bilan birga borishni qat'iy talab qildi. Himoya uchun, dedi u. Hozir esa bu so'zlar achchiq kinoya bo'lib tuyuladi. Menda allaqachon himoya bor edi. Men o'zim bilan shalfey va rozmarin bog'lamchasi, tangalar, sochimdan bir tutam, tuz solingan kichik xaltacha va sumkamning eng tubida saqlangan temir mixlarni olib ketgandim. Bu buyumlar menga buvimdan qolgandi. U hech qachon o'rmon ichiga ularsiz bormasdi. Menda yana kuchli yirtqichlardan himoya vositalari ham bor edi. Ayiq spreyi, pichoq, elektroshoker. Ammo dunyodagi hech bir tumor biz uyg'otgan narsaga meni tayyorlay olmasdi. Zaxiralarimni dadamga ko'rsatganimda u kulib yubordi. demak sen ziravorli xaltachalaringni va mayda-chuyda bezaklaringni nazarda tutyapsanmi? Ular seni ayiqdan ham, qotildan ham qutqara olmaydi. Ular buning uchun emas, deb g'o'ldiradim men. Birinchi qoida: yoningda tuz va temir bo'lsin. Men tuz tozalashini, temir esa himoya qilishini bilardim. Shu narsalardan bittasi uyga qaytish bilan yoki butunlay yo'q bo'lib ketish o'rtasidagi farqni ta'minlashi mumkin edi. Biz kelganimizda yo'lning boshlanishi haddan tashqari sokin edi. Tinch emas, bo'm-bo'sh. Havo odatdagidek tuyulmasdi. Go'yo o'rmon nimanidir kutayotgandek edi. Xuddi kuzatayotgandek. Barglar shitirlamasdi, qushlar sayramasdi. Albatta dadam buni payqamadi. U yangi etklari bilan dupurlab yurardi. Bir ohangda xushtak chalib, notalarga tusha olmasdi. Uning quvnoq xushtagi lablardan chiqishi bilan darhol yo'qolardi. O'rmon tomonidan yutib yuborilgandek. Men esa jim ketardim. Ko'ylagim ostiga temir mixni yashirib olgandim. U bo'yin suyagimga tiralib, terimni sovutardi. Ikkinchi qoida: o'rmonda xushtak chalma, derdi buvim. Bu ruhlarni jalb qiladi. Biz bir necha soat piyoda yurdik. Kun kechga yaqinlashgan sari daraxtlar o'zgarib borardi. Qarag'aylar tobora zichlashar, yaqinlashar, g'alati ko'rina boshlardi. Ularning tanalari haddan tashqari yo'g'on, po'stlog'i esa burishib, qorayib ketgandi. Go'yo kuydirilgan go'shtdek. Havo tobora issiq va nam bo'lib borardi. Yorug'lik qalinlashib borayotgan barglar tomorasidan zo'rg'a o'tardi. Hatto kun o'rtasida ham hamma narsa kulrang va xira edi. Va o'shanda men buni his qildim. Ko'rmadim, his qildim. Go'yo yer ostida nimadir ulkan, qadimiy va sovuq narsa qimirlagandek, bitta ko'zini ochgandek bo'ldi. Men to'xtadim. Dadam buni payqadi va orqasiga o'girildi. "Eli, kelyapsanmi?" deb qichqirdi u, yo'l chetidan topgan hassasini qo'lida ushlab. U hozirgina bir vaqtning o'zida ikkita qoidani buzgandi. 3-qoida: o'zingni ismingni juda baland aytma. Bu ularga sen kim ekaningni bildiradi. 4-qoida: hech qachon o'rmondan biror narsani olib chiqma. Har bir toshni, tayoqni va suyakni topgan joyingda qoldir, deb esladim men. Ba'zi narsalar o'rmonga tegishli, ba'zi narsalar esa uni qo'riqlaydi. Ha, deb yolg'on gapirdim men, asosiy yo'ldan sezilarli darajada chetga chiqib ketganimizni payqab. Umid qilamanki juda uzoqqa emas. Axir men yo'l belgilarini o'qishni bilmaydigan otamning ortidan ko'r-ko'rona ergashmasligim kerak edi. 5-qoida: noma'lum daralardan uzoq turing. Ba'zi joylar o'ziga xos, vaqt u yerda egiladi, yo'llar o'zgaradi. Cheksiz yurib, hech qachon chiqib keta olmaysan. Biz asosiy yo'lga qaytishga harakat qilgan holda yurishni davom ettirdik. Shu payt uni ko'rdik. To'g'ridan to'g'ri yo'lning o'rtasida qorayib ketgan toshlar yotgan, ularni yalang'och yer bo'lagi o'rab turgan va markazda soch bilan mahkam bog'langan bir to'plam shoxlar. Ehtimol insonniki. Uzun, qizg'ish jigarrang sochlar nimadir qorong'u bilan aralashib ketgan. Havo iflos, chirigan mis, axlat
va tuproq ichiga singib ketgan qon hidiga to'la edi. Buni tashlang. Dedim men past, lekin keskin ovozda. Bu ogohlantirish. Dadam tiz cho'kdi va tayoqchasi bilan doira tomon ishora qildi. Balki bu shunchaki qandaydir sayyohning g'alati, kichkina vudu loyihasidir. Qo'rqma, dedi, so'ng past ovozda g'o'ldiradi. xurofotga o'xshagan ahmoqona gaplar. Dada, bas qiling, tegmang. Ammo endi juda kech edi. Tayoq toshlarni sochib yubordi. Shamol birdaniga o'zgardi. Keskin, sovuq, g'ayritabiiy. U daraxtlarni silkitardi, ammo birorta shox ham qimirlamayotgandek edi. So'ng hushtak yangradi. Dadamning tartibsiz ohanglariga o'xshamasdi. Bu o'tkir, sekin, deyarli insoniy tovush bo'lib, ko'tarilib tushar, tishlarimni zirqiratib yuborardi. U hamma tomondan kelardi, har tomondan, orqadan, oldindan. Dadam birdan o'rnidan sapchib turdi. Buni eshitdingmi? Men uni qo'lidan ushladim. Orqaga qaramang, gapirmang. Yuring, tezroq. Biz yo'lga tushdik, ammo so'qmoqning barcha izlari go'yo hech qachon bo'lmagandek yo'qolib ketdi. Daraxtlar orqamizdan yopildi. Biz yana va yana o'sha bir xil daraxt yonidan o'tayotgandik. Uning po'stlog'i uchta chuqur, tik kesik bilan yirtilgandi. Ayiqniki bo'lishi uchun haddan tashqari keng edi. Jin ursin, nega biz bir joyda aylanib yuribmiz? Deb baqirdi dadam. Axir biz shuncha vaqt to'g'ri ketayotgandik. Ikkinchi hushtak havoni kesib o'tdi. Bu safar yaqinroq. Yuguring, deb baqirdim. Va biz yugurdik. Shox-shabbalar terini tirnardi. To'satdan tuman tushib, ko'rishni to'sib qo'ydi. Nimadir daraxtlar orasida biz bilan birga harakatlanardi. Uzun oyoqli, g'ayritabiiy darajada tez. Men unga bir lahza qarab olishga ulgurdim. Juda ko'p bo'g'imlari bor figura, keragidan ortiq bukilgan tana, yuz esa lipillab o'zgarib turardi. Avval meni yuzim edi, keyin dadamnikiga o'xshadi. So'ng esa hech kimnikiga o'xshamay qoldi. 6-qoida. Bu kiyik emas. Buvim meni o'tqazdi. Uning yuzida jiddiy ifoda bor edi. Agar u kiyik kabi yursa, lekin bo'g'imlari kiyiknikiga o'xshamasa, agar u senga xuddi seni taniyotgandek qarasa, agar u ikki oyoqda tursa, qoch, baqirma, orqangga qarama. Orqaga qarash uni ortingdan ergashishga taklif qilishdir. Biz kech tushmaguncha va u mavjudot qayerdadir orqada qolmaguncha to'xtamadik. Dadam nafasini zo'rg'a rostlab, ohak toshdek oppoq bo'lib bir xodaga o'tirib qoldi. O'ylaymanki, biz adashib qoldik, deb pichirladi u. Shunday deb o'ylaysizmi? deb shivirladim. Allaqachon ryukzakni kovlab tuz qidirar ekanman. Biz lager qurishimiz kerak. Qorong'uda yo'lni hech qachon topa olmaymiz. Dadam qimirlamasdi, shunchaki o'tirib titrardi. Elli, o'sha narsa u kiyikka o'xshardi, lekin u kiyik emasdi. U odamdek tik turardi. Uning yuzi esa, Xudoyim, uning yuzi. U jim bo'lib qoldi. Toshlarga tegmasligingiz kerak edi, dedim men jiddiy ovozda. Gulxan yoqishga yordam bering. Kechki ovqat bemaza bo'ldi va sukunatda o'tdi. To'yib ovqatlanmay, men lagerimiz atrofiga tuz sepib, doira hosil qildim. So'ng perimetr bo'ylab temir mixlar qo'qdim. Qila oladiganim shu edi. Men mutlaq qorong'ulikda uyg'ondim. Olov o'chib bo'lganda, o'rmon jimjit, xuddi uxlayotgan qurboniga sekin yaqinlashayotgan qotildek o'lim sukunati. Keyin men buni eshitdim. Dada, menga yordam bering. Bu men ovozim edi, lekin to'liq emas, ohangida emas, xuddi noto'g'ri tezlikda yozilgan ovozdek. Ritmi noto'g'ri edi, go'yo kimdir tushunmaydigan tilda gapirishga harakat qilayotgandek. Men qo'rquvdan qotib qoldim. Yuragim ko'ksimdan chiqib ketayotgandek urardi. Dadam allaqachon chodirdan chiqqandi va qadam tashlab tovush manziliga qarab ketdi. Elli, qayerdasan? deb baqirdi u.
Chodirdan sakrab chiqqan holda men uning qo'lidan tutdim. U men emas, men shu yerda. U qo'rquvdan titrab baqirdi, so'ng menga qaradi. Jin ursin. Unda bu kim? Eshit. Biz jim turdik, keyin ovoz yangradi. Dada, men qo'rqyapman. Iltimos yordam bering. Borgan sari yaqinlashardi. Daraxtlar qatori o'rtada butazor shitirladi. Men sekin orqamga burildim. Nimadir lagerning chekkasida tik turardi. Yaltirab turgan ko'zlar. Bu hayvonning ko'zlari emasdi. Ular aqlli edi, sabrli, kuzatuvchi. 7-qoida. Agar sen yaltirab turgan ko'zlarni ko'rsang, qoch. Yana shivirlash, yana ko'zlar. Lagerga qaytamiz. Hozirning o'zida, deb pichirladim. Biz lager tomonga yugurdik. Men gulxan joy atrofiga qolgan tuzni sochib chiqdim. Uni tartibsiz tarzda doira bo'ylab separdim. Titragan qo'llarim bilan olovni yoqishga urinardim. Daraxtlar orasidan yana ovoz eshitildi. Dada, Elli, yordam bering. Yordam ber. Ovozlar bir-biriga aralashib ketdi. O'zgarib, g'ayritabiiy kulguga aylandi. Yana ham ko'proq yaltirab turgan ko'zlar paydo bo'ldi. 5 ta, 6 ta, balki 12 ta. Ularning barchasi yer yuzasidan juda baland edi. Turli joylarda miltillab paydo bo'lar, go'yo ularga tegishli bo'lgan narsa yurmay, sudralab harakatlanayotgandek edi. Biz gulxan yonida bir-birimizga yopishib qoldik. Men olovga shalfey tashladim va u shitirlab uchqun sochdi. Ba'zi ko'zlar miltillardi, ba'zilari esa shunchaki tikilib turardi. So'ng ovozlardan biri pichirladi, to'g'ridan to'g'ri gulxan nur yetmaydigan joydan. Unga tegmaslik kerak edi. Ovozlar lager atrofida aylanishda davom etdi. Ba'zilari yig'lardi, ba'zilari kulardi, ba'zilari esa men tushunmaydigan tilda pichirlardi. Bu na ingliz tili edi, na odamlar bilish kerak bo'lgan boshqa biror til. Bu tovushlar quloqlarimni yirtib yuborayotgandek edi. Men quloqlarimni kaftlarim bilan berkitdim. Dadam yonimda o'tirardi, rangi oqarib ketgan, qo'rqqan holatda, ko'zlari katta-katta ochilgan. Men avval unga berib qo'ygan temir mixni mahkam siqib ushlab olgandi. U baqirmoqchi bo'layotgandek ko'rinar, lekin og'zini ocha olmasdi. Go'yo agar shunday qilsa, nimadir uning ichiga sudralib kirib ketadigandek. Men bilardim, biz uxlay olmaymiz. Biz hatto ko'zimizni ham pirpirata olmasdik. Biz kutdik va olov bizning yagona himoyamiz edi. Qo'lim tuz solingan xaltachaning ustida turardi. U esa allaqachon deyarli bo'shab qolgandi. Nimadir alangada yalt etib ko'rindi. Soyada emas, olovning ichida. Yuz, aks emas, yuz. Kuzatayotgan, tabassum qilayotgan, och. Bu shunchaki arvoh emas, deb pichirladim men. Bu oziqlanish joyi. O'rmon bizni qamab qo'ydi. U hikoyalarni xohlardi, xotiralarni, yuzlarni, go'shtni. Biz esa uning hududiga bostirib kirdik. Muqaddas joyga bostirib kirdik. Qadimiy qonunlarni buzdik. Yarim tundan keyin olov asta-sekin o'cha boshladi va shunda kulgu to'xtadi. Uning o'rnini boshqa tovush egalladi. Qadam tovushlari. To'g'ridan to'g'ri tuz chizig'ining chetida, og'ir, insoniy. So'ng, Elli, sen har doim o'rmonni yaxshi ko'rgansan. Men qotib qoldim. Bu ovoz, bu men onamning ovozi edi. U 8 yoshimda vafot etgan. Uni shu yerga, 3 shahar naridagi qabristonga dafn qilishgan. O'pkasi pnevmoniya va duo bilan to'la edi. Men onamning ovozini deyarli 10 yil eshitmagandim, lekin uni darhol tanidim. Men orqaga burildim. Buni qilishim kerak edi. Tuz chizig'i chetida nimadir turardi. U onamga o'xshardi. Shu bo'y, shu libos. Qabristondagi rasmida kiygan libos bizni uyning changli kamin ustida yotardi. Lekin yuz boshqacha edi. Noaniq, juda keng tabassum bilan, juda katta va shisha kabi ko'zlar. U ko'zini yummasdi, nafas ham olmasdi. 8-qoida. Agar o'z ismingni eshitsang, javob berma. Bu eng muhim qoidalardan biri.
Ovoz qanchalik tanish bo'lmasin, u qanchalik yoqimli chaqirayotgan bo'lmasin, bu sen o'ylagan odam emas. Orqasidagi daraxtlar orasida kattaroq bir narsa harakatlandi. Nimadir juda ham baland, bo'yi daraxtning past shoxlariga bemalol tegardi. U harakatlanganda shoxi daraxt po'stini tirnardi, lekin bu bug'u emasdi. Bu go'yo bug'uga o'xshash narsaga o'ralgan nimadir edi. Dadam yig'lab yubordi. Bu meni aybim, deb pichirladi u. bu meni aybim, bu meni aybim. Men bahslashmadim. Faqat onamga o'xshash o'sha qiyofaga qaradim. U oldinga egildi. Bir oyog'i bilan tuz chizig'ining chetini sinab ko'rdi. Uning barmoqlari chiziqdan o'tgani zahoti qorayib ketdi va kuygan qog'ozdek yorilib, parchalana boshladi. U tezda orqaga chekindi. Yaxshi, tuz uni to'xtatdi, lekin bu qancha davom etishini bilmasdim. Men yana nima qilishni bilmasdim. Shuning uchun qolgan yagona ishni qildim. Yordam so'radim. Ryuksakimdan so'nggi hadyalarni chiqarib oldim. Matoga o'ralgan 3 ta kichik buyum, tanga, non bo'lagi va sochimdan bir tutam. So'ng titragan oyoqlarim bilan lagerning markaziga bordim va ularni ehtiyotkorlik bilan gulxan yonidagi tekis tosh ustiga qo'ydim. Shundan keyin men bilgan eng qadimiy so'zlarni pichirlab aytdim. Menga bu so'zlarni buvim gapira boshlashim bilan o'rgatgandi. Bizdan oldingi kelganlarga, o'rmonlarni qo'riqlovchilarga yomonlik tilamaymiz. Iltimos, biz sizning nazaringizdan chetda qolaylik. 9-qoida. Agar muqaddas yer orqali o'tishingiz kerak bo'lsa, hadyalar qoldiring. Tanga, shirinlik, non bo'lagi. Qadimgilar kuzatmoqda. Muloyim bo'ling, minnatdor bo'ling. Ularning ismlarini aytmang. O'rmon titrab ketdi. Daraxtlar orasida shamol birdan uvillab esdi, lekin barglar qimirlamasdi. Yer ostidan chuqur ingrash ovozi aks sado berdi. Go'yo qadimiy ildizlar ozodlikka chiqayotgandek. Tuz chizig'i chetidagi qiyofalar yo'q bo'lib ketdi. Daraxtlardagi ko'zlar yo'qoldi, hatto olov ham tinchidi. O'rmonda o'lik sukunat hukm surdi. Xavfsiz emas, bo'sh emas, ammo mutlaq jimjit. Go'yo nimadir qadimiy narsa hozirgina yuz o'girib, hozircha bizni qo'yib yuborishga qaror qilgandek. Quyosh ko'tarila boshladi. Hozir, dedim men dadamning bilagidan ushlab. Ketamiz. Ovoz chiqarmang. Orqangizga ham qaramang. Biz hech narsani o'zimiz bilan olmadik. Buning hojati yo'q edi. Qoldirgan hamma narsamiz endi o'rmonga tegishli edi. Men ilgari bo'lmagan so'qmoq bo'ylab yurdim. Ezilgan paparotniklar va moqdan iborat yo'l. Daraxt shoxlari orasidan o'tib kelayotgan kumushsimon shu'la bilan xira yoritilgan. Bug'ular yo'li, lekin haqiqiy emas. Sovg'a, imkoniyat. Quyosh to'liq ko'tarilganda biz o'rmondan chiqqanimizni va so'qmoq boshlanadigan joy yonidagi shag'alli avtoturargohga kelib qolganimizni angladik. Mashinamiz hamon o'sha yerda edi. Usti barglar bilan qoplangan. Biz 3 ta shaharni bosib o'tmaguncha gaplashmadik. Dadam mashinani xuddi endigina qamoqdan chiqqandek haydardi. Qo'llari musht bo'lib siqilgan, ko'zlari katta ochilgan. Nihoyat u menga qaradi. Senda himoyang borligini aytganding. Ha, deb javob berdim. U ishladimi? Asabiy so'radi dadam. Men javob bermadim, chunki u ishlaganiga ishonchim komil emasdi. Chunki ba'zan o'rmon seni ketishingga ruxsat beradi. Ba'zan esa shunchaki ortingdan uyinggacha ergashib boradi. Video so'ngida Oqshomning Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Sababi endilikda Telegram kanalga mutlaqo yangi, eksklyuziv, ya'ni YouTube'ga qo'yilmaydigan hikoyalarni joylab boraman. Telegram kanalga o'tish linkini video описаниyadan yoki pastdagi kommentariya bo'limidan topishingiz mumkin.